Qadrdonam, assalomu alaykum. Bormisiz? Opamizga biz avgust oyida tishlarni ustiga polni sirkoniya qilib berganmiz. Mana pastda, mana bu yerda 3 ta o'zlarining tishlari, qolgan hammasini sirkoniya qilganmiz. Jag' tishlarida implantlar qo'yilgan. Bu taraf pastki jag' tishlarida ham implant, ustida sirkoniya koronka qilingan. Oldinlarida polni sirkoniya qilganmiz. Judayam chiroyli turibdi, formalari, ranglari. 2 oy bo'ldi. Natija rezultat yomon emas. Osmotr kelganlar, mana bu sentr tishni tepasida kista bor edi, kistani olib tozalaganmiz. E'tibor uchun